hamma ishlarni hal qilib bo'lib, ana endi navbat desertga kayfiyat ko'taramiz. Bolalarimiz ham yaxshi ko'rishadi. Har doimgidek zuni desertlardan shunaqa asal bo'lgan desertchalar har xilidan mix qilib zakaz qilamiz. Bu safar ham свеженький bo'lib keldi. Ana bolalar уже boshlavardi. Shunaqa zo'r Napoleonlar уже yiglarim kelib ketyapti. Bu tvorojnilar, bu olchalik hammasi свежий. Mamutdagini ham hozir ko'rsataman. Shunaqa qilib mix qilib etsanglar har xildan bo'lib yuboradilar. Bo'pti. Bitta qaranglar, men eng yaxshi ko'rgan Snickers torti. Shunaqa choyda qilib etsanglar, mazza qilib yeb olasizlar. Любой sizlarni eng yaxshi kuninglarda shunaqa домашний shirinkina, nima desam, yediga tegmaydigan desertlarni yuboradilar. Свежий qilib. To'g'rimi? Я творожный bor ekan. Mana burasi yaxshi ko'raman. Napoleon yaxshi ko'raman. Snickers tort. Давай, будем теперь кушать. Voy, mazzam Ranoxon. Voy, voy. Ana, hozir mazza qilib yeb olasizlar. Ol, Alixon sana. Snickers oldimmi? Mana kesaylik. Napoleonchik ichi добрый qilib, zo'r qilib solingan. Прям по-домашнему, да? Один кусочек. Попробуй. Nice. Ola qaranoxa. Voy jonim. Rahmat, shunaqa mazali shirinliklar uchun baraka toping, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Juda ham xursand bo'ldik. Rahmat. İçine. Qarab ichini ko'y. Anna, Maya, Gulrayha? О, это моя любимая. Отдыши. Mazza. Aya. Başka yiyip koyamızmı? Mama ne? Ben bunu ham ichini ko'rsataylik. Qara, ichini qanaqa zo'r qilingan. Keyinchi me'daga ham tegmaydi. Voy. Tipa ship-shirinmas ekanda. Ha, ship-shirinmas. Ayşe, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Adasi orzulariga yetyaptilar. Adasi orzungiz edi. Ha. Hovlim bo'lsa suv sepaman, mazza qildirdingiz-ku. Turmush qurganimizdan beri shuni aytasiz. Sekin-sekin, xudo xolis, ustalarimiz shiddat bilan ishlashyapti. Tepani kraskalashyapti уже mana. Kraska sepib chiqishyapti bir chetdan. Bu yerda stяжка ishlari ketyapti. Stяжкachilarimizdan ham mazasi qochib qoldi, siqishlayverib. Mana buni orqasini полный qildirdilar stяжкalarni. Stяжка deyiladi, adasi. Burchatka qilasiz hali bularni. Xudo xolisa. Eng azobli ishdamiz deng. Sen ham qiynayapsan lekin miyalarim Qaynab ketyaptimi? Nima xohlasam, xo'p deb o'shani qilib bering. Oshxonaga biz emulsiya qilyapmiz. O'shanga mashrang, nima deysizlar, yaxshimi? Xullas, bugun uyimizga oshxonaga kafel qidirib yuribmiz. Hali choy ham, ovqat ham yeganimiz yo'q. Menga shu yoqtirdi. Siz tanladik. Qora qo'y semichetiga chiroyli uzor qilib, palasira qilamiz dedik. O'shanga mamon bilan buni tanladik. Bu Eronniki, Xitoyga aralash shunaqa ekan. Esingizda bo'lsa, vannamizga ham Eronnikini qo'ydik. Buncha ham qiyin ekan shu. Borgan sari oqsab